Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun va nihoyat yana bir obyektimizni topshirish arafasida biza ana patologlarini sinovga qilib berdik. Ana eshiklarini urib berdik, qurib devor plintuslarini urib berdik. Ana Sirojjon ustamız. Qancha eshik bo'lsa, qancha miqdorda eshik bo'lsa hammasini chiqarib beramiz. Ko'ngildagidek sifatli. Baraka topsinlar. Dastlabki hamma viloyatda bor. Kelinlar rezorimizda. Baraka topsinlar. Ana eshiklar bilan mana eshiklar. Ana mebel so'zlari ana. Katalog. Xudo xohlasa yaqinda ochilish marosimi shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Ozodjon ana hammaga yaxshi kayfiyat. Xudo xohlasa bu obyektimiz yosh bolalarga xizmat qilish uchun ishga tushibdi. Hech kimni bolalari kasal bo'lmasin, hech kimni ishi tushmasin, hech kim bachasi kasal bo'lmasin. Xudo xohlasa xalqimizga xizmat qiladi. Tashkilot Detskiy klinika bo'libdi. Xudo xohlasa kelajakka. Hammaga yaxshi kayfiyat.